Assalomu alaykum bugun Agro kanali kuzatuvchilari. Bugun mana 8-aprel sizlarga shu ko'rsatdik-ku o'tgan safar shu semichka maydonini qilayotgan ishlarini. Hozir mana bu yerda bo'layotgan ish shu oldingisida shu grader tortildi, ko'rdinglar? Shu dilnabas tortildi. Endi hozir undan keyin barana tortilyapti, barana. Barana tortilyapti. Barana nimaga tortiladi? Bu yerda shu mayda shu yamalar, vannalar bo'lib qoladigan bo'lsa, o'shalarini bir to'la o'sha ko'mvoriladi. Ko'rib turganingizdek, sizlarga ko'rsatuvdik-ku, aytuvdik-ku, mana shu amofos berilganda, mana shu amofoslar shunda yomg'ir tegida qoldi bular. Mana endi bu baranada 70-80% ko'milib ketadi. Yer yaxshi, zo'r. Yer zo'r bo'ldi bu yil, ko'ngilli tayyorlanyapti. Ko'rdinglar mana. Deyarli hech qanaqa chuqurlari qolmadi desa ham bo'ladi, 70-80%. Eng katta dehqonchilikda ahamiyat beradigani shu takrorlab o'tganimizdek yerni bir xil suv ichish ta'minlash uchun yerni yaxshi tayyorlash kerak. Hech qayerda ko'l, boshqa baland joylari bo'lib qolish kerak emas. Bugun 9-aprel 2025-yil. Sizlarga shu ko'rsatib o'tayotgan shu semichka maydonidamiz. Oldingi sonda ko'rdinglar, yer tayyorlanish jarayonlarini sizlarga ko'rsatdik. Mana endi hozir ekish jarayonlarini boshlab oldik. Shu yerda mana hozir selka, 4 talik selkada shu ruminskiy selkada ekilyapti. Xo'p, bu yerda sababi turetskiy selkalarda o'ziga to'g'ridan to'g'ri mineral ozuqani ham solib ekib ketish imkonlari bor. Bu mega semichka bo'lganligi uchun sal doni yirikroq bo'ladi. Shuning uchun turetskiy selkalar ancha qiyinchilik tug'dirayotgan ekan dehqonlar tomonidan. O'sha semichka ektirayotganlar etishi bo'yicha bizning atrofimizdagilar hammasi yana shu eskicha shu ruminskiy selkada ekilyapti. Chunki sababi shu urug' uchli bo'ladi. Qolgan don mahsulotlariga loviya, shunga o'xshash makka shu ekinlarni juda ham zo'r ekadi. U selkaga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana bizani semichkamizni ekilish jarayoni hozir mana ko'ramiz. Mana shu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana urug' o'tgan yilgidan qolgan urug'imizni taxminan 30-33 santimetrga ekilayotgan bo'lish kerak. Hop, hozir mana yana chiqdi. Oraliq masofasi shu mana. Taxminan mana 1,5 qarich. 1 metrga 3 ta, 30 santimetr, 33 santimetrga ekilyapti. Endi mana sizlarga ko'rsatsak, bitta bu yerda bor. Bitta bu yerda, endi taxminan mana shu yerda bo'lish kerak. Mana. O'zi taxmin olisham naglas o'zi to'g'ri bo'lib qoldi. Qo'l shu joyi o'zidan topib qo'yamiz. Taxminan keyingisi ham mana shu yerda bo'lish kerak mana. Mana urug'imiz. Yaxshi, mana 4 ta urug'ni ko'ladik. Bexato chiqib beryapti, tashlab beryapti. Chuqurliklari ham yomon emas. Juda ham chuqurda emas. Shu 4-5 santimetrga ko'mib beryapti. 1 metrga 4 tadan tashladik. Shunda gektariga 60 ming dona to'g'ri keldi. Bizga 75 ming dona hisoblab berishgandi. Bizi 60 ming dona ekilgan bo'ladi agar 1 metrga 4 ta tashlagan bo'lsak. 70li ariqqa. Shuni ham inobatga olish kerak. 70li ariqqa 4 tadan tashladik, 60 mingtadan ketdi. Shunda taxminan 4-4,5 gektar atrofida makka urug'larini ekib bo'ldik kecha 8-aprel sanasi bo'yicha. Sizlarga mana shu joyni ko'rsatib boramiz. Mana gektariga qaysi biriga qancha xarajat ketdi, qancha shu daromadlarni ham hammasini
makka bilan semichkani solishtirib boramiz. Mana bir kun oralig'ida ekilyapti. Qaysi biriga qancha narsa udabreni berganimiz mana ishlovlari bir xil ketaveradi. 100 kg amofos berdik. Makkaga ham, bu yoqqa ham 100 kg amofos berdik. Endi u yoqqa ham bu yoqqa ham 500 kg 500 kilodan karbamid beramiz. Karbamid beramiz. 200 kg 150-200 kg kali hisoblayapmiz. Shunda jami 100 kg amofos, 200 kg kali, 500 kg karbamid. Azot. Shunda jami 8 kilo atrofida mineral ozuqa bo'ladi.